Brunauday bu dars o'tsak. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Begimqulov Chori Rahmonovich, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetining dotsenti, qishloq xo'jalik fanlari nomzodiman. Bugun sizlar bilan tuproq shamol eroziyasi va unga qarshi kurash choralari mavzusida video darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumizni yoritish uchun quyidagicha reja asosida olib boramiz. Demak, birinchi shamol eroziyasining namoyon bo'lishi, shamol eroziyasining xalq xo'jaligiga keltiradigan zararlari, shamol eroziyasiga chalingan tuproqlar tasnifi va xossalari, shamol eroziyasiga qarshi kimyoviy kurash usullari hamda xulosalar. Hozirgi zamon dehqonchiligining rivojlanishiga salbiy tomondan o'zgartiruvchi sabablardan biri bu tuproq eroziyasidir. Bilamizki, tuproq eroziyasi suv hamda shamol yordamida vujudga keladi. Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'yicha eroziya tufayli har yili 5-6 million gektardan ortiq yerlarimiz qishloq xo'jalik oborotidan chiqib ketyapti. Bu albatta kelgusida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda juda katta salbiy rol o'ynaydi. Endi bu bugungi mavzuyimizda kelib chiqib shamol eroziyasi. Tabiiy yoki noto'g'ri xo'jalik yuritish sabablariga ko'ra tuproqlarning suv ta'sirida yemirilishi va kuchli shamol ta'sirida uchirib ketishiga biz shamol eroziyasi yoki deflyatsiya deb ataymiz. Shamol eroziyasini yer yuzasida kelib chiqish sabablari geografik tarqalishi va xalq xo'jaligiga keltiradigan zararlar to'g'risida juda ko'p olimlarimiz, tuproqshunos olimlarimiz ilmiy ishlarda yoritib o'tganlar. Jumladan Chepel, Sobolyov, Barayev, Zaysev, Gosin, Dolgevich, Shukula va o'zbekistonlik bir qator olimlardan Gussak, Mirzajonov, G'ofurova, Maqsudov, Hamrayev, Malchanova, Qayumov, Raupova kabi ko'plab eroziyashunos olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida bu masala bo'yicha ko'plab ilmiy asarlar yaratganlar. Shamol eroziyasi yoki deflyatsiya haqida olimlarimiz quyidagicha fikrlarni yoritganlar. Tuproqshunos Gussak, Mirzajonov, Hamroyev, o'rmonchilarimizdan Karaotun, Malchanova, Qayumovlarning ma'lumotlariga ko'ra, deflyatsiya, ya'ni shamol eroziyasi yillik yog'in sochin miqdori kam, yerda nam bug'lanish esa ko'p bo'lgan bahor va yoz oylarida havo harorati baland, havoning nisbiy namligi past bo'lgan sharoitda kuchli bo'lishini ta'kidlaydilar. Buyuk olimimiz Mirzajonov O'zbekiston hududida shamol eroziyasiga uchragan rayonlarni xaritaga tushirdilar. Xaritada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, respublikada tarqalgan tuproqlarni xossa xususiyatlariga asoslanib, ularni shamol eroziyasiga chidamli asosda 6 ta guruhga ajratiladi. Shimoliy eroziyaga chalinmaydigan, kuchsiz va o'rtacha va kuchli hamda juda kuchli va yuqori darajada eroziyaga uchraydigan tuproqlarga ajratadi. Shamol eroziyasining xalq xo'jaligiga keltiradigan zararlari quyidagilarni tashkil etadi. Hosildorlikning kamayishi va sifatining yomonlashishiga, unumdor qatlam, gumusli qatlamning yuvilishiga, havo ekologik sharoitning yomonlashishi, tuproq suv fizik xossalarining o'zgarishi, o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga ta'siriga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shamol eroziyasiga chalingan tuproqlar
tasnifi va xossalariga keladigan bo'lsak, shamol eroziyasi yoki deflyatsiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, jinslarni nuratish, puflash ma'nosini bildiradi. Aslida tuproq jinslari va tuproqning shamol ta'sirida siljishi, ko'chishi va buzilishidir. Bunda havo oqimi ta'sirida tuproq zarralarining bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilishi va yotqizilishi tushuniladi. Tuproqning deflyatsiyaga chalinishi asosan quruq iqlimlar, yillik yog'in sochish miqdoriga nisbatan bug'lanish miqdorining ortiqligi, bahor va yoz oylarining yuqori haroratda va havoning nisbiy namligi past bo'lgan zonalarda tarqalgan. Cho'l zonasining taqirli, surqo'ng'ir tusli, qumloq tuproqlar va bo'z tuproqlar zonasidagi osh tusli bo'z tuproqlari kuchli shamol eroziyasiga chalinadi. Bu tuproqlarda deflyatsiyani kuchli namoyon bo'lishi sababi birinchidan joyning relyefi tekis bo'lishligi, ikkinchidan tuproqning mexanik tarkibining yengil bo'lishligi, uchinchidan tuproq tarkibida gumusning kamligi, keyingisi tuproqning strukturasining yomonligi va nihoyat bu yerlarda har yili bir yillik ekinlarning ekilishi orqali tuproqning shamol eroziyasiga chidamsizligi yuqori bo'ladi. Yana bir omili kuchli shamollarni to'sib turuvchi ixota daraxtzorlarining yo'qligi, mavjud emasligi. Shamol eroziyasiga qarshi kimyoviy kurash choralari. Demak, shamol eroziyasiga qarshi kurash choralariga keladigan bo'lsak, albatta biz yuqorida aytdik, demak, qaysi joylarda shamol eroziyasi ko'proq uchraydi yoki ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu albatta tekis joylarda, bizda respublikamizning ko'plab viloyatlari, Janubiy viloyat Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida, Xorazm viloyatida, shimoliy zonalarimizda yoki bo'lmasam tekis Buxoro viloyatlarida, bu albatta yerlarda tekislik kuchli bo'lganligi uchun hamda yog'ingarchilik miqdori fasllarga qarab kamligi, bug'lanishning ko'pligi tufayli bu yerlarda shamol eroziyasi juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Endi shamol eroziyasiga qarshi ko'plab, hozir yuqorida aytdik, demak, ixota daraxtzorlarini barpo etish. Bu har bitta viloyatda, har bitta tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarida ham bu ixota daraxtzorlarini qalinroq barpo etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oldingi darslarimizda biz suv eroziyasi to'g'risida gaplashgan edik. Bugungi darsimiz demak shamol eroziyasi. Shamol eroziyasini keltirib chiqaruvchi salbiy holatlari to'g'risida gaplashdik va ularni endi oldini olish va ularga to'sqinlik qilish usullaridan biri bu kimyoviy kurash choralari. Shamol eroziyasining oldini olishda kimyoviy vositalar ham qo'llaniladi. Jumladan ular ombor qoldig'i, nerazin, latekslar, K va SSB xildagi kimyoviy moddalardir. Eroziyaga qarshi kurashda SSB, nerozin va K4 preparatlari yaxshi samara beradi. SSB preparati eritmasi OVP1 purkagich yordamida 250-300 kg gektariga eritilib, g'o'za maysalari chiqishdan oldin yer betiga purkash tavsiya etiladi. Yerga sepilgan SSB eritmasi tuproq donadorligini mustahkamlab, tuproq zarrachalarini bir-biri bilan yopishib, qattiq holga kelishiga olib keladi. Natijada kuchli shamol tuproq zarralariga zarar yetkazmaydi. Deflyatsiya jarayonlari rivojidan oldin olinadi. Harakatchan qumlarni mustahkamlash uchun ularning mexanik, ya'ni qamishli, daraxt novdalari tayyorlangan to'siqlar yordamida himoya qilish, fitomelioratsiya, ya'ni har xil yerga yopishib o'sadigan o'tlar ekish, ixota daraxtzorlari barpo etish, nerazin yoki K
tipidagi periprat eritmasidan 100-150 kilogramm gektargacha purkash yo'li bilan qum yuzasida qattiq qatlab hosil qilishni tavsiya etiladi. Albatta, exota tarafdorlari g'o'za va boshqa xo'jalik ekinlarini shamol eroziyasidan muhofaza etadi. Tuproqshunos olimlardan Mirzajonov va hamda Hamroyevlarning olib borgan ko'p yillik ilmiy izlanishi natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, G'arbiy Farg'ona va Buxoro vohasida juda katta maydonlarda madaniylashgan unumdor tuproqlar shamol eroziyasi tufayli qumlar, barxanlar tagida ko'milib ketgan. Ularning hisobiga ko'ra G'arbiy Farg'onada 30.000 gektar, Buxoro vohasida 80.000 gektarga yaqin shunday yerlar borligi aniqlangan. Bu tuproqlar tarkibida 2-3% humus, 40-50% gacha suvga chidamli donador struktura mavjud. Bunday tuproqlar yer bag'ridan 100 cm gacha bo'lgan chuqurlikda ko'milib yotibdi. Agar bu tuproqlar qatlami plantaj plugida haydalib, ag'darilsa, tuproq shamol eroziyasiga chidamli va unumdor tuproqqa aylanadi. Ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, bunday yerlarda shamol eroziyasining oldini olingan va paxta hosildorligi 5-8 sentrgacha ortganligi kuzatilgan. Demak, xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi avlodligina emas, balki kelgusi avlodni ham manfaatlarini ko'zlab, eroziyaga uchragan yerlardan foydalanish amaliyotini tubdan o'zgartirish va takomillashtirish har doim dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Mana shu yerlardan xo'jasizlarcha foydalanilganda, ular o'nglab bo'lmas darajada eroziyalanishi mumkin. Va bir 10 yillar mobaynida yerdan noto'g'ri foydalanish oqibatida kamida 100 yillar, hatto 1000 yillar mobaynida tabiat kuchlari bajargan ishlarning natijalari yo'qqa chiqariladi. Demak, yerlardan bugungi kunda oqilona foydalanish, eroziyani oldini olish bugungi qishloq xo'jaligida turgan eng katta salbiy holatlarda yoki bo'lmasa eng katta dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham biz eroziyaga qarshi kurashishda yuqorida aytib o'tganimizdek kimyoviy kurash choralari, biologik kurash choralari va boshqa ko'plab qator kurash choralarini olib borishimiz kerak. Bizda endi mahalliy tilda ko'proq mana shu daraxtzorlar, ya'ni exota tarafdorlarini ko'proq barpo etish, mana bu yil barcha viloyatlarda muhtaram prezidentimiz topshiriqlari bilan yashil makon dasturi qabul qilindi. Mana shu dastur asosida joylarda juda katta daraxtzorlar, o'rmonlar va boshqa ko'chatlar ekilish ham mana shu shamol eroziyasiga qarshi kurashda juda katta ijobiy masala bo'lib hisoblanadi. Rahmat.